Arab tili borki, arab millati bor. Rus tili borki, rus millati bor. O'zbek tili borki, demak, o'zbek millati bor. Til bo'lmasa millat ham yo'q. Shu sababdan til doimo siyosiy va hassos masala bo'lib kelgan. Qaysi bir millatda ruhini, mafkurasini o'ldirmoqchi bo'lishsa, birinchi navbatda uni tiliga hujum qilishgan. Shu sababdan biz ona tilimizdan hamma narsadan ustun qo'yishimiz, uni hurmat qilishimiz, uni himoya qilishimiz kerak. Agar siz ona tilingizda ota-onangiz kabi ravon gaplasha olmayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zbek tilini o'ldiryapsiz. Chunki ota-onangizdan to'liq ololmagan tilingizni farzandlaringizga yanada buzuqroq holatda topshirasiz va shu bilan til ham yo'q bo'lib ketadi. Bu holatni o'nglang. O'zingizni tilingizni chuqurroq o'rganing. O'zbek tilida yozing, o'qing. Faqatgina bozorcha shaklda suhbat emas, balki sizni minbarga olib chiqib qo'ysa, shu minbarda nutq qila oladigan darajada o'rganing. Shoir aytganidek, ming yillarkim bulbul kalomi o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Do'stim, bulbul bo'ling, o'z ona tilingizda sayrang. Qadimiy turkiy tilda sof oltinni anglatuvchi so'z nima va u hozir qaysi davlatlarning pul birligi hisoblanadi? Barcha davlatlarning pul birliklarini kelib chiqish tarixi bor. Qur'onda nomi zikr qilingan va ko'p arab mamlakatlarining pul birligi bo'lgan dinorni kelib chiqish tarixi qadimiy Rum imperiyasiga borib taqaladi. Qadimiy Rum imperiyasida kumush tangalar denarius deb atalgan va u shu darajada obro'li bo'lganki, juda ham keng yoyilib ketgan. Yoki bo'lmasam Rossiyaning rubli. Qadimiy Rusda pul sifatida grivnadan foydalanishgan. Grivna bu 200 grammlik kumush bo'lgan va undan qulayroq foydalanish maqsadida uni chopishni boshlashgan, ya'ni rus tilida rubit qilishgan. Ana shundan rubl so'zi kelib chiqqan. Endi savol: qadimiy turkiy tilda sof oltinni anglatuvchi so'z nima va u hozir qaysi davlatlarning pul birligi hisoblanadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.